Assalomu alaykum hurmatli briefing tinglovchilari. Bugungi mavzuimiz 2025-yil 19-maydagi Brussel sonli prezident qarori to'g'risida. Huquqiy eksperiment tariqasida davlat xizmatlarini ko'rsatish bilan bog'liq ma'muriy hujjatlar bo'yicha nizolarni sudgacha ko'rib chiqishni yangi tartib joriy etish to'g'risida. Qarorga ko'ra, davlat xizmatlarini ko'rsatishda qonunchilikka muvofiq bo'lmagan ma'muriy hujjatlarni sudgacha bo'lgan bosqichda apellyatsiya kengashlari tomonidan ko'rib chiqish tartibi joriy etilmoqda. Quyidagilar tasdiqlansin. Davlat xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha ma'muriy hujjatlar qonunchilikka muvofiqligi sudgacha ko'rib chiqish tartibi to'g'risida vaqtinchalik nizo O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Toshkent shahar Adliya boshqarmasi huzuridagi apellyatsiya kengashlari namunaviy tartibda apellyatsiya kengashlari vaqtinchalik nizomda nazarda tutilgan 20 dan ortiq davlat xizmatlari yuzasidan qabul qilingan ma'muriy hujjatlarni qonunchilik hujjatlariga muvofiqligi sudgacha ko'rib chiquvchi yuridik shaxslar maqomiga ega bo'lgan kollegial organlar hisoblanadi. Adliya vazirligi va Toshkent shahar Adliya boshqarmasi tegishligiga ko'ra apellyatsiya kengashlarining ichki organlari hisoblanadi. Apellyatsiya kengashlari ma'muriy hujjatlarni sudgacha ko'rib chiqish orqali ularni qisman yoki to'liq bekor qilish, shuningdek ma'muriy hujjatlarga o'zgartirish kiritish bo'yicha ma'muriy organga majburiyat yuklash haqida qarorlar qabul qilish vakolatiga ega bo'ladi. Apellyatsiya kengashlari o'z faoliyatini davlat organlari va boshqa tashkilotlar va mansabdor shaxslardan mustaqil ravishda amalga oshirish vakolati berildi. E'tiboringiz uchun rahmat.